Selam kızlar, bugün sizlerмен fantadan pirog жасайтын bolamыз. Bizge kerakli zatlar shumurtqa, qant, fanta, soda және un qajat bo'ladi. Eng aldымен shumurtqamizni yaxshilab mikserlab olamiz. Yaxshilab mikserlab olgandan keyin qantimizni qo'shib mikserlaymiz. Onun üstüne fantamızı koyup mikserlaymiz. Suyuq mayamızı koyamiz. Sodamız bilan unumuzni aralashtirib yaxshilab mikserlab olamiz. Bizga osmonday massa dayım bo'ladi. Uni pergament qog'ozimizga, idishimizga solib 100-120 gradusda pishirib olamiz. Mine kızlar, bizim pirogumuz dayım bo'ldi. Astarimiz tayimda bo'lsin. Mening arnama kelib, qo'ng'iroqni bosib qo'yamiz. Sizlarmen bo'lgan men Alnur.